Assalomu alaykum hurmatli bemorlar. Bugungi mavzuimiz nevroz kasalligi haqida bo'ladi. Nevroz kasalligi bilan asab kasalligini ko'plar almashtirib qo'yishadi. Bu nevroz kasalligi boshqa kasallik, asab kasalligi boshqa kasallik. Asab kasalligini ham biz yaxshi muvaffaqiyatlarga erishganmiz davolab. Bugungi mavzuimiz nevroz haqida bo'ladi. Nevroz kasalligini belgilarini men aytib o'tayin. Kimdaki mana shu belgilar bo'lsa, mana shu hamma sanab o'tgan, hozir sanab o'tadigan belgilardan hammasidan birato'la bitta hijamani o'zidan qutulib ketishingiz mumkin. Vahima, qo'rqish, hadiksirash, uxlaganda miya dam olmaslik, charchash, holsizlik, tushkunlikka tushish, yurak siqib kelib, keyin qo'yib yuborish, yurakni tez urib qolishi, yolg'izlikdan qo'rqish, o'lib qolishdan qo'rqish, odam gavjum joylarga bora olmaslik, bosh siqib og'rib turishi, hatto o'z uyidan qo'rqish, qo'l oyoq uvishishi va og'rig'i, yurakka havo yetishmaslik, janozali va ta'ziyali joylarga bora olmay qolish, hayotdan so'nish, hech narsaga qiziqmaslik va ozgina bir taqillagan narsadan ham yurak shu qo'rqib ketaverish. Mana shu men hozir sanab o'tgan belgilarni bilingki, sizda bir 5-6 ta narsa mavjud bo'lsa ham sizda nevroz kasalligi bor. Bu nevroz kasalligi qo'rqishdan orttirib olinadi. Siz nimadan qo'rqqansiz deb savol bersak, ayrimlari eslashadi nimadan qo'rqqanligini. Ayrim insonlar men hech narsadan qo'rqmaganman, hech qo'rqish bo'lmagan, lekin shu kasallik shu 2 yil, 3 yil, ya 5 yil, ya 6 oy yaqinda boshlandi, bir oy oldin boshlandi deganlar ham bo'ladi. Bir 5 yil, 6 yildan beri bo'lib kelayotganlar ham bor. Bu xronik nevroz bo'ladi. Yaqinda paydo bo'lgani, endi paydo bo'lganlari juda vahimaga tushib qolishadi. Bu kasallikning davosi bor. Meditsinada buni davosini topish olmayapti. Chunki meditsinada bu kasallik bor odamlar nevropatologga borishyapti. Bu nevropatologda bu miyadan emas, bu miyadan emas. Bu kasallikni davosi umuman miyaga aloqasi yo'q. Qancha miyaga siz davo muolajasini qilganingiz bilan bundan sog'aymaysiz. Bu oshqozoningizda qandaydir belgi bormi desak, ozgina gastrit belgilarini aytishadi. Ayrimlar men oshqozon bezovta qilmaydi deyishadi. Lekin biz oshqozon tochkasidan, oshqozondagi biz nuqtalar bilan ishlaymiz. Xitoy xalq tabobatiga o'qiganman. Nuqtalar bilan ishlaymiz. O'sha nuqtalarni shu kerakli nuqtalardan bosib ko'rganimizda o'sha joyda og'riq qiladi. O'sha joydan biz hijama qilib tashlaganimizda shu kasalliklarning barchasidan qutuladi. Yarim soat 40 minut ichida mana shuncha kasallikdan qutulib sog'lom insonga aylanib qolishadi. Bu nevroz kasalligining davosi yo'q emas. Bundan qiynalib yurganlar, men o'zim boshimdan o'tkazganman bu kasallikda. Siz psixologlarga murojaat qilsangiz, psixologlar siz hech narsadan qo'rqmaslikka harakat qiling. Siz qo'rqmang. Yo'q, bu psixolog bu aytgan gapini siz bilan biz bu kasal insonlar, bu nevroz bo'lgan insonlar, bu oson ish emas. Bu o'zingiz xohishingiz bilan qo'rqmaysiz. Bu siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi qo'rqib ketaverasiz. Bu shunday kasallik. Bundan o'ta azob chekib yurgan insonlar murojaat qilingizlar. Bu juda oson yo'li. Juda ham oson sog'ayish. Oddiygina hijamadan shunday sog'ayasiz, shu kunda o'zida, shu kun emas, shu soat, 1 soat, yarim soat ichida siz sog'ayib, bir sog'lom insonga aylanib chiqib ketasiz. Murojaat uchun biz Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanidanmiz. Telefon raqamlarimiz 99lik bilan 668 0368, 20lik bilan 005 2001. Murojaat qilingizlar. Xudo xolasa sog'ayib oldingi holatlaringizga, oldingi sog'lom hayotlaringizga qaytingizlar. Keyingi mavzumiz yosh bolalarda gijja haqida bo'ladi. Ulardan ham juda chiroyli gijja bo'yicha juda chiroyli natijalarga erishganmiz. Bolalarni qanday davolash haqida tushuntirishlar beramiz.
olib kelsangizlar davolab beramiz, sog'lom qilib qo'lingizga topshiramiz. Bu mavzumiz nevroz kasalligi haqida bo'ldi. Savollar bo'lsa bemalol murojaat qilaveringizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.